Assalomu alaykum azizlar. Barchangizni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun bizlar bilan piyozli mazali qatlama tayyorlaymiz. Demak, bizga qatlamamizga kerakli bo'ladigan narsa barcha ishlatgan mahsulotlarimni opisiyaniyada yozib qoldiraman. Idishimizga sut, suv, tuz qo'shib olamiz va hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Sutimiz iliq bo'lishi kerak, iliqdan issiq bo'lib ketishi kerak emas. Unimizni elashimiz shart. Nimaiki pishirsak ham. Bularning orasida pirog bo'lsa ham yoki bo'lmasa bir xamirli taom bo'lsa ham unlarimizni elab olishimiz kerak. Endi biz unimizni elaganimizdan keyin asta-sekinlik bilan xamir qorishimiz kerak. Xamirimizni juda ham qattiq qorishimiz kerak emas, sababi agar qatlamani xamiri qattiq bo'lib ketadigan bo'lsa, u duxovkada pishgani sari juda ham qattiq bo'lib pishib qolishi mumkin. Xamir asosiysi yumshoqqina bo'lishi kerak, ya'ni qo'lga yopishmasligi kerak va juda ham qattiq bo'lib ketishi kerak emas. Xamirga un solayotganimizda ehtiyot bo'lib solamiz, birdaniga ko'p sovashimiz kerak emas. Mana videoda ham ko'rib turganinglardek, asta-sekinlik bilan zuvala holatiga keltirib olamiz. Endi bu xamirimizni katta kichikligiga qarab 3 ga yoki bo'lmasam 4 ga bo'lib olishimiz kerak. Agar oilangiz kichkina bo'lsa, albatta kichkinaroq xamir qilib 2 ga bo'lib, ulardan zuvalachalar yasab, chiroyli qilib olib qo'yamiz. O'zi xamir qilishni yomon ko'radigan uy bekalar juda ham kam bo'lsa kerak. Xuddi meni o'zim ham xamir qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Eng yaxshi ko'rgan hunarlarimdan biri bo'lsa kerak albatta. Mana uchala xamirni ham bir xilda bo'lib oldik. Endi bularni zuvala holatiga keltirib olganimizdan keyin tarelkamizni ozgincha unlaymiz. Sababi xamirni yarim soat, 1 soatga qoldirishimiz mumkin. Agar tagiga un sepmaydigan bo'lsak, xamirlarimiz likopchamizga yopishib qoladi va ko'chiradigan paytimiz ozgincha qiyinchilik keltirishi mumkin. Xamirlarimizni ustini klyonkalab, ustini sochiqcha bilan yopamizda, xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Xolodilnikda kamida yarim soat turishi kerak. Masalan, meni o'zim shu xamirim xolodilnikda bir kecha qolib ketdi, sababi bolalarim bilan ovora bo'lib qoldim. Endi xamirlarimizni tayyor qilib bo'lganimizdan keyin solmoqchi bo'lgan masalliqlarimizni, piyozlarimizni xuddi videoda ko'rganimizdek qilib maydalab to'g'rab olamiz. Xohlasangiz go'sht yoki bo'lmasam qiyma solishingiz ham mumkin. Ko'katni esa tabga ko'ra solasiz. Xohlasangiz ko'k piyoz, xohlasangiz ukrop yoki bo'lmasam ikkalasini ham solsangiz bo'ladi. Tabga ko'ra tuz, murch solishingiz ham mumkin. Endi bularni hammasini aralashtirib olganimizdan keyin navbat xamirlarimizni yupqa qilib yoyishga keldi. Stolimizga un sepib asta-sekinlikda yoyishni boshlaymiz. Bu videoda meni stolim juda ham kichkinalik qildi xamir yoyishga. Agar stolinglar kattaroq bo'lsa, xamirni juda ham yupqa qilib yoysanglar, qatlamamiz ham juda ham chiroyli va mazali chiqadi. Asta-sekinlikda xamirlarimizni yoyib olamiz. Un kerak holatida xamirga sepilgani yaxshiroq. Mana xuddi shunaqa yupqalikda xamirimizni yoyib oldik. Endi xohishga ko'ra yoki o'simlik yog'i yoki eritilgan margarin ishlatsak ham bo'ladi. Mana xamirlarimizni yuqaligini ham ko'rsatib o'tdim. Margarinni iloji boricha yo 72% lisini yoki 83% lisini eritib ishlatamiz. Yoki bo'lmasam oddiy o'simlik yog'idan foydalansak ham bo'ladi. Endi buni hamma joyiga imkon qadar yog'i yetkazishga harakat qilamiz. Mana xuddi shunday qo'l bilan yoyib olsak ham bo'ladi yoki bo'lmasam cho'tka ishlatib yog'imizni yoyib olsak bo'ladi. Endi masallig'imizni ham nechta zuvala bo'lgan bo'lsak, masallig'imizni ham xuddi shunaqa qilib bo'lib olamiz. Men o'zim masallig'imizni 3 ga bo'lib oldim. Agar sizda zuvalangiz 2 ta bo'lsa, masallig'i ham shunga yarasha qilib 2 ga bo'lib olasiz. Masallig'imizni xamiri chetlarigacha yetib borish kerak. Xuddi xamiri chetlariga margarin va o'simlik yog'ini surib yetkazganimizdek. Endi masallig'imizni yoyib bo'lganimizdan keyin asta-sekinlikda xuddi videoda ko'rib turganingizdek xamirimizni o'rashni boshlaymiz.
Xamirni imkon qadar zichroq qilib o'rashimiz kerak. Sababi buni yoyayotganimizda agar zich o'ramasak, xamirlarimiz ochilib ketishi mumkin. Videoni orasida gapirib o'tmoqchiman, bu qatlama juda ham mazali chiqadi. Ayniqsa biz o'zimizni bolaligimizda yeb katta bo'lgan qatlamalarımızdan bittasi desak ham bo'ladi. Juda ko'pchilikni adashmasam esida qolgan kimlardir buvisi tayyorlab bergan, kimlarnidir oyisi tayyorlab bergan. Mana endi vaqt o'tib o'zimiz ham ona bo'ldik, buvi bo'ldik. Mana nevaralarimizga, farzandlarimizga tayyorlab beradigan navbat endi bizga keldi shekilli. Xo'sh, endi ishimizga qaytadigan bo'lsak, mana xuddi shundoq qilib qolganini juvada yoyishni boshlaymiz. Agar mabodo uyimizda juva bo'lmasa, qo'rqinchli joyi yo'q. Buni qo'limiz bilan ham, mana videoda ko'rsatib o'tdim, qo'lda ham amallasak bo'ladi bemalol. Juvada emas, agar qo'lda yoyadigan bo'lsak, asosan o'rtasini ko'proq bosishimiz kerak. Chunki duxovkada pishayotgan mahali o'sha o'rtasi pishmay qoladi. Xo'sh, mana endi listimizga ham olamiz. Qolganini yana qo'lda bir shaklga keltirib olishimiz kerak. Endi duxovkani yoqib qo'ysak ham bo'ladi. 180 darajaga qo'yib yoqib qo'yamiz. Qatlamani ustiga kimdir tuxum surishni yaxshi ko'radi. Men o'zim tuxum surmayman, sababi tuxum sursam qatlama xohlaganimdek qasirlab chiqmaydi shu sababdan. Mana qatlamalarimizni dumaloq shaklga keltirib olganimizdan keyin endi vilka bilan xuddi shunaqa qilib teshikchalar qilib chiqsak ham bo'ladi. Endi qatlamani 20-25 minutga duxovkaga qo'yamiz. Asta sekinlikda mana birinchi qatlama pishib tayyor bo'ldi. Ikkinchi, uchinchi qatlama ham xuddi shu ketma-ketlikda tayyor bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek juda ham mazali chiqdi. Bu qo'lda olganim bilan bu qatlamalar hammasi juda ham qaynoqqina edi. Ozgincha qo'lda bo'lishga qiynaldim to'g'risi. Birpas sovishini kutib o'tirdim. Mana bismillah deb qatlamalarimizni ham asta sekinlikda bo'ldik. Endi bemalol issiq choylarni qo'yib, oila a'zolarimizni chaqirsak ham bo'ladi. Barchangizga yoqimli ishtaha. Agar video sizga foydali bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.